Assalomu alaykum ishqibozlar. Kurtkalarga qiziqadigan uy sharoitidagi biznes ko'rmoqchi bo'lganlar, bu blog yangi. Ko'rayotganlar yoki bo'lmasam qiziqqanlar iltimos obuna bo'lib qolinglar. Endi yurityapmiz. Bu zoti Severo-Kavkazskiy zot deb hisoblanadi. Ko'rishlar mumkin. O'tgan yilgi jo'ja. Bu yil ro'p rosa yoshiga to'ldi mana. Endi to'lov jarayoni bo'lyapti bunda. Yondagi makiyoni o'sha 20-fevraldan beri tug'yapti. Hali yotgani yo'q. Endi yotib qolsa kerak, lekin juda kech yotadi yotsa ham, chunki buni sheriklaridan уже 2 martadan ochirib bo'ldim men. Sherigi yuribdi naryoqda. Ko'rishlar mumkin, agoroddan sal setkada valyerdan chiqib ketgan. Mana kelyapti. Ko'rishlar mumkin. Aytmoqchi bo'lganimki, kech bostirgandik. Mana bu yerda ham yotibdi. Bitta bronza makiyon bilan Chorniy almazning makiyoni bor. Ichkarida yotibdi. Ular yotganiga endi bir hafta bo'ldi. Xo'sh, davom etamiz. Ishqibozlar, mana bu valyer. Ko'rib turganinglardek, mana bu yerdan kletkalar bo'lsa, kletkadan chiqib o'zini nimasiga valyeri bo'ladi, tashqariga chiqmaydi. Endi setkalar yangi qo'yilgan, hali past, lekin baribir uchib chiqish ehtimoli katta, chunki kurtkalar ko'pincha uchadi. Mana bu xudo xolasa mana ochish arafasida bezovta bo'lyapti, sezyapti, jo'jalar tumshug'ini chiqarib bo'lgan. Ochyapti. Men aytmoqchi bo'lganim tuxumlarni surogi haqida. E'tibor berishingiz mumkin. Tuxumlarni surogi deganim mana ochib chiqqan, ochmay qolgan, yaxshi urug'lanmagan tuxumlarni chiqarib tashlaganman. Mavzuga qaytsak, ko'p tuxum menda kurtkalarda ochmadi. Bu yerda pastda tak 6ta 7ta ekan mana. Ko'rishlar mumkin. Uje ikkitasi bu yerda hozir ochsa, shu bilan to'g'rizoraman. Qolganlar hammasi ikkinchi partiyasiga yotgan makiyonlar. Tuxumlar bir oygacha saqlangani uchun ko'pchiligi ochmadi. Shuning uchun iloji boricha mana shu narsa bo'lmasligi uchun, bu ham tushunmovchiligi, birinchi boqqanlar tushunmasligi mumkin. Men ham endi bu yil massiviy ko'paytirganim uchun shu narsalarni ko'ryapman. Erta bostirganlarimiz, ya'ni svejiy, bir hafta 10 kun oraliqda tug'ilgan tuxumlarni bostirdim. Yaxshi ochdi. 15 kundan buyog'iga turgan tuxumlar ochmadi. 20 ta tuxumdan 10 tasini ochdida, shunday bo'ldi. Hech qanaqa palada bo'lgan yo'q, faqat ichkarisida ham buzilmagan. Ochmadi, zarur ketmagan. Chunki tuxum turgandan keyin sarig'i cho'kib qoladi, ichidagi embrion o'ladi va jo'ja ochmaydi, rivojlanmaydi. Xullas shunaqa gaplar. Mana bu o'sha yotgan kurkalarimiz. Hozir men sizlarga o'sha tagdan ajratib olgan tuxumlarni ko'rsataman. Hozir. Akalar, mana o'sha ochmay qolgan tuxumlar. E'tibor qaratamiz. Ko'pchiligiga belgi qilib qo'yganman. Chunki ichida bronza borligi uchun shu tuxumlarni ko'rgan paytim qorasi bronza qilib qo'yganman. Atmetka qilib ko'pchiligini. Mana shu tuxumlar ochmadi. Chunki eskirgan hisobiga ochmadi.
Shuning uchun endi boshlayotgan yoki qiziq etgan yoki boqib yurgan akalarga maslahatim, iloji boricha tuxumni ertaroq bostiringlar. Agar inkubatorlaring bo'lsa yaxshi. Agar kurkalaring vaqtida yotsa, ochib chiqish foizi yuqori bo'ladi. Hali ham bu yerda ikkalasi to'llaydi. Ko'pchiligini ochilgan jo'jalarga qaynatib berdim. Etap-etap ochilgan. Mana cho'rni almas jo'jalari. Ko'rishingiz mumkin. Cho'rni almas. Ichida bitta ragusi bor, oyog'i qiyshayib ketdi. Shuni hisobiga shunday bo'ldi. Hozir keyingilarni ko'rsataman. Mana bu hozirgi 1-2 kun ichida ochilgan jo'jalar. Ko'rishingiz mumkin. Yemishiga kelsak, mana bu start yemidan beryapman. Suvga dori qo'shilgan suv, antibiotik, Enroflox antibiotiklarni vitaptakidan olib qo'shib beryapman. Birinchi kunda bu shart, chunki endi ochilgan jo'jalarni o'tish ehtimoli katta bo'ladi. Tuxum berganingizdan keyin ham jo'jalar ozgina slabroq, shunga suvga обязательно qaynatilgan suvga qo'shib berishingizni maslahat beraman. Jo'jalar yomon emas, harakatda, ichida eng oxirgi ochilganlar hozircha tayyor emas. Mana ko'rishingiz mumkin. Baribir oqsaydi, boshqa bo'ladi. Bu yerda 4 kun ichidagi oralig'ida ochilgan jo'jalar soni 20 ta. Endi mana shu 20 ta, hozir e'tibor beringlar, shu 20 ta 60 ta tuxumdan ochilgani ko'ryapsizlarmi? Shu nechta pateriya bo'lyapti? 60 ta tuxumdan shunchasi mana ochilgan. Bu degani 3 ta makon kurkadan tayinli chiqqan jo'jalar mana. Juda katta pateriya, chunki 60 tadan hatto 50 tasi ochganda ham yomon emasdi. Menimcha, fikrimcha shunday. Shunaqa gaplar, azizlar. Hammaga rahmat. Bugungi aytmoqchi bo'lgan gapim shu edi. Iloji boricha podpiska bosib qo'yinglar, like bosinglar. Hammaga omad.